Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Peygamberi Muhammed'den İmparator Heraklisqa haq yolida mangan hammaylanga salom bo'lsin. Seni va xalqingni islomga da'vat qilaman. Islomga kirgan teskin topidi. Ulug' Allah seni va xalqingni mukofotlantirdi. Arabistondagi yangi bir payg'ambarning degan gaplari bu. Acaba Mesihmo çöllerden çıkıp insoniyatning haqiqatini ep kelganda mushunda hayajon bilan to'lg'anmidi? İskenderiye Patriarxalı Muqavqisqa. İran İmparatoru Kisraga, Allah'ın Peygamberi Muhammed seni İslam'a davet kılıdı. Özünü kutkuzuş için İslam'ını kabul kıl. Sizlar çöllükten kep, qo'y tegi purab turgan egizlaringlar bilan men Kisroga buyruq qilolmaysizlar. Allah'ın elçisi Muhammed bu huquqni onunğa kim berdi? Allah onu alemlerge rahmet kılış için evetti. İslam dinining maktablari va tarixchilari Qohiradagi Al-Azhar universiteti, Lubnondagi Shialarning oliy islom yig'ilishi bu filmning to'g'riligi va ishonchligini isbotladi. Bu filmni ishlaguvchilar shariat qoidalariga bo'ysunib, payg'ambar alayhissalomni kishi sifatida chiqarmay, faqatla islomiyatga bo'lgan nidosiga yer bergan. İsa'nın tug'ilganidan 600 yil keyin dunyo madaniyatini qorong'ulik besib ketganda Makka Arabistonning muborak tuprog'ida Abdullohning o'g'li Muhammad alayhissalatu vassalam dunyoga keldi. O chog'larda Makka tijoratchilarining davomli berib turadigan joyi bir tijorat shahri edi. Qurayshlar 300 dan ortiq ilohlari bilan faxrlanadi va Makkaning g'ujidori va butun imtiyozlarga sahib bo'lganidan mag'rurlanadi. Bir zamanlar bir Allah'a iman etadigan İbrahim aleyhisselam ve agashkuvchilarning haj ve ibadet qiladigan muqaddas Kabe hozir tosh ve yog'ochdan yasalgan butlarning ve ularga ibadet qiladiganlarning makoni bo'lgan edi. Makka milodiya 610 yil. Bilal.
Bu yıl san qanchaga yetdi? Aniq emas. Ammo bu yilgi ilohlar hammasi oltindan yasalibdi. Ibodat bilan manfaatni birlashtirgachga sening bakmo ko'nglinga yoqdi, shundaqmi? Ka'bada texmi ko'p ilohlarimiz bo'ladi. Ka'ba ilohlarga to'shib ketadi. Qara, Sham karvoni. Uzun yo'ldan kelibdi. Usab ketgandi. Shimoldagi quduqqa yana 5 odam avatinglar. Ularni qarshi elish uchun yana qancha qo'y so'yay? 70. 100 ni so'yinglar. Biz Makkaliklarning mehmon do'st ekanligini bilib qolsin. Katta boshlarga yana 10 qo'zi so'yinglar. Non va suv beriladi shoiraning uyiga. Ammo nasr va she'r o'ldiriladi vahshiylarcha har kecha. Non degan bo'lsam agarda qasam qilay sizlarga, qildinmi inchkidir u uyda. Oy, yo'lni ichinglar. Yo'lni ichib etinglar. She'r mastonisi Abu Sufyan keldi. To'limi boydir o'zi. Taklif qilsa shoirni uyiga Abu Sufyan bakmi yaxshi qilar uni mehmon. Issiqnonlar, mezilik sharablar. O uyda butun tushlar naqshi bilan boshlanar. Ana shundaq mehmon qilur shoirlarni Abu Sufyan. Qani elib elinglar. Xitoydan kelgan esil rahlar. Bu yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'yma. Badadingizga rohat berib, ko'zlaringizda qamash turadi. Ma'unun nimagin? 7 metr. 20 dinar. Abu Sufyan'ın ayaligimi? 15 yeterlik. Bo'ladi xonim. Yaxshi. Ka'ba tangrilarining ehtiyoji bor. Uning xizmatkorlarimi bor? O odam kim o? Ruhimning cho'nqir qismiga qarab o'tdi. Meni bu yerdan ep ketinglar. Nemishqa Muhammad bu yerga keladi. Uni nemishqa to'sib qolmaysiz? U sizning jiyaningiz. Balkim o'zgarib qolar. O'zgarib qolamish. 40 yoshga kirdi. Mumkin emas. O'ylab beqma. U boy ayoli bilan Makkada boyashab turmush kechiralaydi. Ammo u bo'lsa kichik bir o'nkirga kirib kun o'tkazyapti. Tangrilarga jang e'lon qilish to'limi xatarlik. Uzza bizni qo'g'daydi. Manat Bayashatlik tanrisi. Lat ailemizning, qabilamizning tanrisi. Va Huba karvonlarimizga yo'l boshlaydigan, taqdirimizni bekitadigan tangri. Tangrining g'azvini qo'zg'ashqa tavakkul qilg'ili bo'lmaydi. Ahmoqlik, osiylik qilganlik demak, tangrini inkor qilganlik demak. Shundoq. Ishonamanki bu ishda Muhammad ziyon tortadi. Her daim katta ziyafet tugayanda ko'nglim to'limi yerim bo'ladi. Balkim keyingisini ko'rolmasligim mumkin. Abu Talib. To'xta Zayid, o'zingni besib ol. Muhammad Hiro teg'idan tushdimi? 3 kunning yo'q shu yerda. Yo'q. Uni ko'rmadim. Qaytib kelganda sizniki kelarmikin deb o'ylagan edik. Demak, texib qaytib kelmabdi. 3 kun bo'ldi. Bundaq uzun turib kelishi meni andishiga soldi. Chunki buning nimadan bishorat berdiganligini bilmayman.
inson egiz tog'dan atrofga nazar solgan chog'da dunyoni boshqacha ko'ra oladi. Yaratqan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. O insonni laxti qondan yaratdi. O'qig'in, Parvardigoring eng karamlikdir. O qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Adiyolning ichida to'xtamay titrayotdi. Ammo gap qildi. Zaid. Jiyaning nim bo'ldi, degina. G'arda yolg'iz istiqomat qilayotganda tuyuqsiz yanıg Jibril kelibdi. Jibril o'qi debdi. Hazrati Muhammad men o'qiyolmayman deb javob beribdi. Jibril yana bir qatim o'qigan. Yaratgan Allohning nomi bilan o'qi. O insonni laxti qondan yaratdi. Parvardigoring eng karimlikdir. İnsonga bilmaganini bildirdi. O'qi. Hazrati Muhammad o'qishi bilan Jibril ketib qopti. Uning Jibril ishkanligini qandoq bilsa, tush bo'lishi mumkin. Hazrati Muhammad g'ardan chiqqanida u ovozni yana anglabdi. Jibrilni yana oldida ko'ribdi. Mayli nagil qarasin, beshini qaysi tarafga bursin, yana uni ko'ribdi. Jibril yana mundaq debdi. Men Jibril. Ey Muhammad. Sen Allohning payg'ambari va elchisidirsan. Bularni yani kimga dedi? Ayoliga, Aliga va yaqin do'sti Abu Bakriga. Sen mi ba? Men uning bequvag'an o'g'li. Sırtlarda gap sözünge dikkat kıl. Onun etken, onu kiçigidin tatıp qoğdap kelgen tağısı. Yani qoğdaydı. Değildi ki, Musa'nın ilahi lavıldap turgan ottun, nida qıganmış. Eğer sen Cihan'ın tosumusan, biz tosumuz. Şəhərini parakəndə qılıb, ailəni bölüb etdi. Onun səbəbidən əvladlar dadları qarşı çıxıvatıdı. Yaşları sözləvatıdı. Halımısa, anlımısı mı boludu? Biz Ərəblər atalarımızga boysunimiz. Balalarımız bizga aql o'rgatanmaydi. Texi, tünügülü koçudu köygen adamımızını, qandaq mı Allah'ın peygamberi deb qabul qılalaymiz. Ölgen ceset qaytadan tirilalaydı deb demişdi. Çünkü insanların yaratgan ölükni mi tirildirələmiş. Tanrılar bizni taşlap ketidi. Kelgen hediyelermi başka taraflarga ketib qoladi. Onunğa etqin. Huquq berayli. Xoliqinicha mol berayli. Xoliqini berishga tayyor ekanligimizni onunğa yetkizib qo'ygan.
Ötünüp qalay. Özəngimi, mağımı işçin ağrısın. Qeyri bir adamga kötürələydiğindən artıqını yüklemeken. Balalıqın qoynumda ötdi. Azar yiyişini xalamayma. Əgər ulağı qarış çıxsan, sana azar berdi. Bana bunu lanet dedi. Kuyaşını sol kolumga, aynı on kolumga dergen tağdırdı mı? Yanılı yolumdan kaytmayma. Allah'ın hizmetini kılıma. Men ölgende halıgını kısan buludu. Ama men hayatlı buludu ikenme, bana itaat kılışın gerek. Neymiş qad adamның ko'ngliga azar bersin? Eğer her gün şarap içip, kichik qimar oynagan bo'lsam, ondan sizlarga yaxshi bo'lgan bo'ladim, shundaqmi? Shundoq qilgan bo'lsang, texim ufkam deb yaxshi ko'ratdim. Hammanglar mening balalarim. Men sana qo'limdan kelish qildim. Qaraganda yeterlik bo'lmagan o'xshaydi. Hazreti Muhammed bana texim ko'p berdi. U menga yangi bir dunyo berdi. Onu bu yerdan qo'g'lib etgan dada. Validning deganini ko'nglingga amma qerinishim. Dadimizni o'ylab qo'y. Uni azoblayapsan. To'xta Zayfa. Nega borsan? To'xta. Nimishqa buni yangi hukm deydi? Bu ya yangi bo'lmasa. Ammo Makka uchun yangi. Allah burun o'xshash ishni buyurgan. Nuhga, Musaga, Isaga, bütün payg'ambarlarga. Ammo insonlar o'zgartdi. Burmilidi, unutishdi. Bu qatim Allah Muhammad bilan yana bir qatim buyurdi. Kim bu? Ja'far bo'lishi mumkin. O nima? Allah'ның buyruqları. Nahay şefqatlik, mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Күннің nuru öşken çağda. Yıldızlar tökülgen çağda. Tağlar gumran bolgan çağda. Boğaz tögüle taşlı bitilgen çağda. Yavay hayvallar toplangan çağda. Denizler ot bulup lavuldap yangan çağda. Canlar öz qayaşıdı koşulgan çağda. Tirik kömvetilgen kızdan sen qaysı günahın bilen öldürüldün dep soralgan çağda. Namı əməllə içilgan çağda. Asman içip taşlangan çağda. Dozaq qızıtılgan, cennet yıqıllaştırılgan çağda. Her adam özünün qılgan işlerini bölüdü. Allah rast eytidu. Allah bu ayetler nazlı qılganda sen şu edimtin Cafer. Taң atay dep qaldı. Ammar, sen başta mangın. Ondan sen mang Cafer.
Ammar. Anang bütün kecha ko'z yummadi. Kechiring dada. Ne dedin? Yani muhabbet bilen bilemedin. Endi qanday qilamiz? Keçirgin zorla. Ben kıldım. Bu menin hatalığım. Bizga azaldan yordam qilib kelgan edi. Ammo yerga tushib chaqilib ketdi. U o'zigim yordam qilamidi? Nimalarni deb shiriysan? Haqiqiy ilohni ko'z bilan ko'rgilolmaydi. U loydan yasalmidi. O'g'lim, biz har kuni Tangrini Ka'bada ko'rib turamiz. Sendan ansirayotiman o'g'lim. Sana ziyonkashlik qiladigan odamlarning gapini anglayotsan o'g'lim. Men Muhammadning so'zini anglayotman ana. Shundaq, Muhammadning ayt sehi. Tabassumni hech kimdan ayamaydi. Ammo uning o'y fikrlari nayt xatarlik. O'y fikrlari xatarlikmi? Hech kim osh qolmaslik kerak. Boy kambag'alni aldamaslik, kuchlik, ojizni bozaq qilmaslik kerak. Mana bular xatarlikmi? Qiz ayollarni majburiy to'y qildirilmasligi, tanlash va rad qilish huquqi bo'lishi kerak. Bu kecha mundaq dedi. Qiz bu oqlarni tirik ko'mishni to'xtatinglar. Men nayt talalik edim. Anam bana oğulni tug'ib berdi. Shundaq. Ammo bizning tonish fursatimiz bo'lmasligi mumkin edi. O chaqda senmi tug'ilmayding. Chunki menmi ikki ochamga o'xshash tuproqqa ko'milib ketgan bo'lardim. Ammo dadamning qo'li bormadi. 3-bolasini o'ldirishga qiyamadi. 2-bolasini ko'mayotganda bu vaqt tuyuqsiz dadamning qo'lini tutyapti. Bütün bu vaqtlarning dadasini tutquniga o'xshash. Ondan onamga aytib berishcha, nayt qisqa bir vaqt dadamning qo'lini nayt ching tutibdi. Ammo o'g'lim, u qo'lni ajratibdi. Men tug'ilgan chaqda undaq ishni yana bir qatim qilolmayman deb vaqirgan peti dadam uydan chiqib ketibdi. Sümeyye. Qoidamiz shundaq. Ammo bu xato. Bular ruxsat qilgan Tangri hargiz iloh emas. Hazrati Muhammadning yana berishga va'da berib qo'ygan edi mana. To'plashib ibodat qilamiz. Baxin. U yaxshi odamkan. Shundaq. Bağın balam. İki kişi onun iziga tushyapti. O'qishmi? Muhammad bir qora qo'saq tursa. Ammo o so'zlayalaydi. Nima deding? So'zlayalım da? Sen mi so'zlayalasan o? Qani so'zlab boqan yosh yigit. Muhammed nima deydi? Ular Allohning so'zlari, Hazrati Muhammadning emas. Qaysi Allah? Nima so'zla? Demak, sizlarning tangringlar gap qila olaydi, shundaqmi? O faqatli Muhammadning o'ziga gap qilgani. Allohdan vahiy kelganda Muhammad har bir so'zini esi tutib olib, yeziq o'qiydiganlarga xotirligizdi. Mana bu Qur'on. Muhammad vahimida qolg'achqa tush ko'rishga boshlabdi. Ko'zlari yumuq holda o'zini adyalga yo'g'ibdi. Ko'zlari yumuq bo'lsa-mu, qalbi ochiq. Sen bu bilarmani toza qo'ygan. Unda qilish hojat emas. Muhammad shuni bilamdi. Biz ilohlarimizga xizmat qilib yashaymiz. Makkaning sohiblari mana biz. Her yili karvonlar Arabistondan Makkaga haj va tijorat uchun keladi. Endi biz qo'pib 300 tangrimizni tashlab birli tangriga ibodat qilamdiq. Texi Toifdimi, Madinadimi,
Hatto uyimdimi ko'ranmaydigan bir tangriga. Uni har yerda deysizlar, ammo hech qaysimiz ko'ranmaymiz. Buni qabul qilsang, Makkaning holi nima bo'lmoqchi? U tangrilar ham bizning dinimiz, ham kirim manbayimiz. Allohni ilm setim qilib bo'lmaydi. Yosh yigit, sen o'zingni qamchiq zo'rlayapsan. Ammar. Obdan o'ylashgin. Bir ishni tushunamadim. Muhammad sizlarga qo'lning g'ujidari bilan baravar ekanligini aytib demiş. Ondaqda men setib olgan qo'l Bilal bilan men baravarmi? Ha. Muhammad deydi-ki, bütün insonlar Allohning oldida baravar. Qullog'i va yalan to'shlarga to'lim yaxshi gap bo'pti. Xo'raklari o'sib qolg'idek emdi. Bilal. Bununla qo'l bilan g'ujidar arasidagi farqni obdan bildirib qo'y. Qamchi bilan toza ur. Balkim o'shini tepib qola. Urdavotima. Ur dedim. Anlamadın mı? Tez ura. Urdavotima. Bo'la, chapsamur. İtaat qilgin. Bo'lmasa ulasini o'ltiradi-da. Nima qilganini hammanglar ko'rdinglar. Qullarimizga ta'sir qilibdi. Unutma, agar sening bir ilohing bo'lgan taqdirdimi, u sening xo'jayinining ilohi bo'lishi kerak. Men seni setib olganda, insonligingni setib olgan. Seni o'zim o'ngshayman. Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Digine kim en kudretlik? Allah. Fakat birle Allah badır. Allah yekigalıdır. Yoğan taş hep gelin la. Tez! Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Edibini tazı bir anla. Xo'jayinlar. Abu Bakr bu qul uchun 100 dinar to'laydi. Jazolayotgan qulni setish qoidaga mos kelmaydi. Undaq bo'lsa 200 dinar. Qaroringizni bering. Qullarning bahası bundaq o'sib bo'lmaydi. Bo'lmasa kelar yili ishimizni o'zimiz qilishimizga to'g'ri keldi. Allah yekigalıdır. Etket. Onun ihtiyacım kalmadı. Öldüremse ne mi kılsan ihtiyarın. O'zimizni oshkor qilaylik. Alloh payg'ambar Muhammadga islomiyatni oshkor qilishga buyruq tushirdi. Derazini ichinglar. Butun dunyo anglasin. Endi qorong'ulikdan chiqdik. Allohning so'zini anglanglar. Allohning payg'ambariga ergishinglar. Allah en keremlikdir. Allah yakki yiganidir. Muhammed onun elçisidir. Hamma ishni Allohning ismi bilan boshlanglar. Davom qilishimiz uchun bismillah.
Qarang'ılıqdan chiqishimiz uchun bismillah. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Biz bilan Ka'baga kelinglar. Bizga qo'shilinglar. Anladınlar mı qarindoshlar? Muhammed Tanrılarimizni qarlawatıdı. Bunun hergiz mi yo'q qo'ymaymiz. Bunun yo'l qo'ya olmaymiz. Ularni Ka'baga yaqinlashtirmanglar. Dininglarni va Tangringlarni qo'g'danglar. Yo'l qo'ya olmaymiz. Allah yegiganudur. Muhammed bunun elçisidir. Allah yegiganudur. Muhammed bunun elçisidir. Allah yegiganudur. Muhammed bunun elçisidir. Allah yegiganudur. Muhammed bunun peygamberidir. Odaylı. Allah yegiganudur. Muhammed bunun elçisidir. 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 Muhammed Allah yekiganudur. Muhammed Allah'ın elçisidir. 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 Muhammed Allah'ın elçisidir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Bularning adibini berib qo'ygan yaxshi payt keldi. Naq 30 odam ekan. Yo'q. Yetarlik bo'ldi. Oshirib etsak, ularga tarafdor to'plab bergan bo'lamiz. Bo'ldi, ichib etinglar. Allah yekiganudur. Muhammed bunun elçisidir. 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 Nahayet şefqatlik ve mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Ularga degan: "Ey kafirlar, men sizlarning butlaringlarga ibodat qilmayman. Sizlarmi mening ilohimga ibodat qilmaysizlar. Buni o'ldiringlar. Payg'ambarimizni qo'g'dinglar. Allohning payg'ambari, chatga chiqib eling. Allohning payg'ambari. Hamza! Hamza! Sen nahayeti cesur ekansan. Çöldeki en cesur adam bu. Elbette kolunda koralı yok aciz adamların aldıda. Senin Muhammed'in bir yalgancı. Yalgancı? Onu gap kıgılı koymagan tursanlar. Kim yalgancı, kim rastçıl? Gap kılmay turup belgili bo'lmaydi. Muhammed saxtikarning birisi. O'rningdan tur. Nochi bo'lsang meni ur. Menmi jiyanimning deganlariga iymon etaman. Uning deganlarini deyman, qilganlarini qilaman. İlişkisi bala, mana men bilan erishsin, men bilan.
Ey Muhammed aleyhisselam, keçileri çölde yalğız qağınımda düşünüp yetdim ki, Allah'ın uluğluğu bu 4 damğa hergiz batmaydı. U her kecha mey ichib yuradigan, o'zi yolg'iz ovlig'il chiqadigan Hamzaning Muhammadga qo'shilishini kimning aqliga kelsin? Biz qanchalik hujum qilgan sari, ularning tarafdorlari shuncha ko'paydi. U gaplarni nerdan o'ylab chiqadigandi? Bilmayman. O'qish yezishni bilmaydigan bir odam qandoqmi toqqa chiqib 3 kundan keyin dunyodagi eng go'zal she'rlar bilan qaytib kelalaydi? She'r bo'lsa mayli to'g'ri. Allohni bir davatmamdi. Biz qanchalik kuchliligini bilmay turib, qandoq taqobil turamiz. Muhammad jannat bilan va'da beribdi. Albatta ishonguchilar bo'ldi-da. Undaqda uningga ishonganlarni voz kechtiramiz. Boshda ojizlardan boshlaymiz. Nöbet sana geldi. Taza keranla. Allah'ım merhamet kılın. Ana! 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 Tanrın kim? Digine. Tanrım hubalde. Digin. İlahe illallah. Muhammeden Resulullah. Ana! Çıkınla. Amar,
Gepimni angla. Anang bilan dadang islomiyatning tunji shahidi bo'ldi. Ular jannatga ketdi. Qachongacha azob chekisizlar? Payg'ambar alayhissalom Makkadan ayrilishimizni aytdi. Bu yerda qolsanglar, sizlarni bir-birlab o'ltirib yetidi. Payg'ambarimizning aytishicha, Habashistonda bir xristian podshohi bormish. Uning davlatida hech kim adolatsizlikka uchramaydi ekan. Darhol yo'lga chiqinglar. Bugunlar otliqlar kelyotidi. Allah karimdir, emdi mağayli. Izlarga tushib arqadan mangdoq, ammo tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Ular shu cho'lda edi. Sening olqinining ichida, ammo sen qochirib qo'yibsan. Men qochirib qo'ymadim, ular yo'qolib ketdi. Muhammad bu yerda qilib, ojizlari ketibdi. Ular nomimizga dog' tushirdi. Biz bo'lsaq durust tijoratchilar, ilm setiqlarimizmi uyg'un. Biz nomusga qilishni xohlamaymiz. Habashiston. Amir, sen Habashiston podshosi bilan do'st. Shundaqmi? Shundaq. Bu do'stlikdan foydalana olamsan. Ularni qaytirib kelalaydiganligimga ishonaman.
Әмсә, yolga chiqqan. Beşiğini götürgün. Bilesen, aramızda sen sorusan berelmegidek nersi yok. Alileri, gepni nereden başlaşını bilemedim. Ondaqda dostluğumuzdan başla. Mekke'den bazı esirler geçip ketken idi. Anlasak, sizin devletinizde panalık dilavitipti. Esirini qaytırsak boludu. Ama onun bedlige bizning esirlimizin talep qilamiz. Şundak alileri. Ama ulanın arasında erkin adamlar mı var? Bazı isyankarlar. İsyankarlar mı? Şundak alileri. Arabistan'da bir qalaymaqanchilik bo'ldi mu? Nemişki mening xabarim yo'q. Bular din to'g'risida da isyan qildi. Bu her zaman yuz bergan. Bütün dinlar isyan bilan başlagan. Dunyoga oid bo'lgani vujudlardir. Faqat shuning qilib vijdorlik qila olamiz. Ammo ruh bo'lsa isyonning qo'ylari. İsa bo'lsa Allohning podijisi. Ular Hristiyan emas. Atalarının etiqadiga qarshi chiqqan arablar. Bir saranga ergashganlar. Uni texi payg'ambar deyishidi. Ammo ularning so'zlarini anglamay turib, bir nima deyolmayman. Qara, egilmidi. O isyankar ruhları haman ulanın beşiği çıkıdı. Sizlar payg'ambarlarni egilmamtinglar. Muhammed bir bende. Biz fakat Allah qili egilimiz. Muhammed'nin möcüzleri qani Jafar. Agar o payg'ambar bo'lgan bo'lsa, osmonni chaqnatib etmamdi. Bu qo'llariga bir ishoratdir. Allah payg'ambarlarga mo'jiza yaratish qudratini bergan. Peygamberimizning mo'jizasi Qur'on Karimdir. Bir kitap. O'qish yezishni bilmaydigan bir odamning yozgan kitobi. Menchi bularning so'zini yakkicha angladingiz. Men mo'jizalarga ishonaman. Dunyodagi boshqa tillarni anglab tushunsin deb İsa'nın shogirdlariga o'tdan yasalgan tillarni berdi. Ammo hozirgi zamonimizda bunday mo'jizalar yo'q. Bo'ldi, yetarlik angladim. Deganlaringlar to'limi ahmoqona. Qo'y bitinglar. Zulm uçurga vaqtimizda payg'ambarimiz bizga Habashistanga beringlar. Adil podshoning davlati hech kimga adolatsizlik qilmaydi degan. Jazoga loyiq bo'lmagan bo'lsa, albatta jazolanmaydi. İsyan qilganligi uchun. Payg'ambaringlar nima qilmanga avatdi? Chunki sizmi bizga o'xshash yegan Allohning kitobiga ishonasiz. Qalbingizdagi iymonning kuchidan bizni qo'g'daydiganligingizga ishongan edi. Bularga gap qilish cho'lda suv izlaganga o'xshash. Ularning gapini oxirgacha anglash mening majburiyatim, do'stim. Sözünü davamlaştır. Yıllardan beri taşqa, yağaşqa ibadet qilib kelgan edik. İlahlarimizni o'zimiz yasadik. Allohning mavjudligidan xabarsiz yashadik. Qonunlarimizni insonlar bekitdi. Allohdan kelgan hech qanday narsa yo'q edi. Boylar kambag'allarni unutgan edi. Ish og'ritish hissi yo'qolgan edi. Biri yiqilsa hech kim qo'l uzatmaydi. Alloh bizni buningga o'xshashlarning qo'lidan qutuldirish uchun birini avatdi. Uningga qilich tegishliklarni o'rgatdi. U bizga yetkizdi. Muhammadga ishonamiz. Allohning elchisi ekanligiga iymon etamiz. Dininglar nimaga buyuruydi? Alloh va payg'ambarga iymon etishga, zina qilmaslikqa, haromga qo'l uzatmaslikqa, zulm qilmaslikqa,
qo'shnilarimizga yordam qilishga, rost gap qilishga buyuruydi. Bir kurimsirashnimi yordam qilish bilan tang deydi. Ayollarga yomon muomala qilmaslikqa, yetimlarga ega chiqishga, yog'ochdan yasalgan tangirlardan yaxshilik kelmaydi deydi. Dinimizga yana til tekkizishiga chidab turolmayman. Biz qadimiy bir madaniyat. Tangrilarimizga tosh, yog'och deyish nodonlikdir. Bizning ibodat qilganimiz ularning shakli emas, balki ichidagi ruh. Butparastlikning xato tushunilganligi to'g'risida san qo'shilaman. Rahmat. Qani, endi ayollar to'g'risidagi gaplarni anglab baqayli. Allah ayollarni erlarga hamroh bo'lsin deb yaratdi. Ayollar farqlidir, ammo baravardir. Baravar? Biz ularni setib olamiz. Kiydirimiz, yigizimiz, ishlatimiz. Ondan ularni tashlaymiz. Ayollar biz bilan baravar. Allah insonni bir er ve bir ayoldan yaratdi. Emir, bütün ayollarga seni to'g'ib cho'ng qilgan onangga o'xshash hurmating bo'lishi kerak. Onun bir tanrisidan buncha ular go'zal so'zlar chiqqan yerda, sizlarning 300 tangringlarning tili tutilib qoldimi? Allah burunmi bizga so'z qilgan. İbrahim, Nuh, Musa ve İsa orqali hamda Muhammadni avatsa, buniga nimishga hayron qolasizlar? Bu ismlarni sizlarga kim o'rgatdi? Bularning hammasi Qur'onda bor. Muhammed kichikdan bir yetim podsho edi. Nim bo'pti? İsa'mı yog'ochchi edi. İsa'ning so'zlari bilan sizlarning Muhammadning so'zlari bir chiroqdan chiqqan nurga o'xshash. Ular yolg'on so'zlar aytadi. Ular sizlarni 3 tangriga ibodat qiladi deyishadi. Dada, o'g'il va ulug' ruh. İsa haqida qanday qaraysizlar? Allah'ның oğlu emas. İsa'nı Allah'ның oğlu emas deyişidi. Bana İsa hakkında aytib beringlar. Allah mübarek ruhni Meryem ismlik yatliq bo'lmagan qizning rahimiga opiridi qildi. Ondan o qiz İsa ismlik Allah'ның payg'ambarini tug'di. Qarang, Allah'ның oğlu emas deyatıdı. Sizlarning mo'jizanglar. Qur'on Karim İsa'ning tug'ilishini qanday tasvirlaydi? Sözmü söz tekrarlab beraymi? Yaqin kela. Qur'on Karimda Meryemning hikoyasini mundaq bayon qiladi. Eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Meryem oilasidan ayrilib sharqqa bordi. Biz uningga Jibrilni avatdik. Jibril Meryemga erkek inson shaklida ko'rindi. Meryem, Allohga sig'inaman. Agar Allohdan qo'rqsang, menga chiqilma dedi. U chaqda Jibril alayhisalom, "Men Tangringning elchisi. Sana pak bir o'g'il bo'va hadiya qilish uchun keldim" dedi. Meryem, "Mening qandaqmi o'g'lim bo'lsin? Menga erkak zotining qo'li tegib boqmagan tursa" degan edi. Jibril, "Alloh shundoq iroda qildi. Uni Allohning qudratini namoyanda qildigan rahmat qilib yaratdi" deb javob berdi. Sizlar ve bizning aramızda çoğun fark yok. Mana o'sha siziqchiliklar. Oldimga oltindan tog' paydo qilsanglarmi? Ularni sizlarga topshirib bermayman. Davlatimizda xalqinglar bo'yicha yashasanglar bo'ladi. Erkin holda qanchalik qolganlar bo'lsa, qilinglar. Allah rahmetini sizlardan özüp koymasın. Chidag'us siz. Muhammed tarafdoshlarimizni kushkurtiyotidu. Nihoyat yaxshi. Biz uni Makkada yolg'iz qilib qo'yamiz. Tog'isi Abu Talib uni himoya qilyotidi. Shundaqmi? Shundaq bo'lsin.
tağısı ve ciğenini birlikte qoğlab çıqırımız. Hemmisini qoğlaymiz. Onunğa işengenning hemmini ketishga majburlaymiz. Bularga hech bir narsa setilmaydi. Yerleri tatib olinadi. Uyları bekor qilinadi. Bir parchami non berilmaydi. Qiz berilmaydi. Koni diniga yong'onga qadar. Onu tutinglar! Onu tutinglar! Bu Muhammadning eng mushaqqatlik yillari edi. 3 yil bo'yicha ochliqqa, ussizlikqa, yo'qsizlikning zulmiga chidab keldi. Ammo eng azob oqibat yillarni texi boshdan kechirmagan edi. Keyin Hazrati Muhammadning ayoli Xadija vafot bo'ldi. Yashinib qolgan tog'isimi oxirgi nafsigacha Qurayshliklar bilan Muhammad alayhissalomning munosabatini yaxshilashga tirishdi. U sizlardan ortiq narsa talab qilmadi. Faqat bir kalimani qabul qilinglar dedi xolos. Bir ilohni. Bir emas, onu bo'lsa-mu qabul qilatdik. Ammo tangirlarimizni inkor qilishimizni talab qildi. Buni qandoqmi qila olamiz? Sizlar qo'rqdinglar. Anlashga jur'at qilolmadinglar. Tog'isining vafot bo'lishi bilan Muhammad alayhissalomni qo'g'daydigan odam qolmagan edi. Makka amdi bexatar emas edi. Beqilgan o'g'li Zayd bilan bir tog' kenti Toyibga bordi. U yerda o'ziga ishonishga, nasihatlarini anglashga da'vat qildi. Ammo Toyibdagi bolalar uningga chamma kesak etib, uni shahardan chiqib ketishga majburladi. Nima qilyapsizlar? To'xtanglar! Atmanglar! To'xtanglar! Atmanglar! Bunda qilmanglar! Atmanglar! Hamon bir kun pushaymon qilasizlar. Atmanglar! Bunda qilmanglar! Atmanglar! To'xtanglar! Atmanglar! To'xtanglar! Atmanglar dedim. Atmanglar! To'xtanglar! Hamon bir kun pushaymon qilasizlar. Bunda qilmanglar! Muhammad alayhissalom bu kunni hayotidagi eng ochiq kun deb nom berdi. Muhammad alayhissalomning ishongan yo'li mag'lub bo'lay degandek ko'rinishga boshlagan edi. Tuyuqsiz mo'jiz yuz bergandek hamma ish o'zgardi. Boy ko'ringan bilan ichidan tugishib ketgan shahar Madinadan kelgan vakillar umiga bir kechada uning bilan Aqaba jilg'isida ko'rishib, payg'ambarimizni Madinaga taklif qildi. Fitna va ishki urushning oldini olish uchun bir Allohga iymon etadiganligiga va'da berdi. Shuning bilan payg'ambarimiz ularning taklifini qabul qildi. To'xtanglar. Bundaq bir ishni qabul qilsak, boshqa arab davlatlari bilan yiroqlashgan bo'lamiz. Shunglashqa yaxshi o'ylashinglar. Bu so'zning oxirida jang bor. Qarindoshlarimiz bilan dushman bo'lamiz. Ilohlarimizga tosh yog'och deymiz. Va'damizning mohiyati mana bu. Qasam qilsak yong'ili bo'lmaydi. Chunki Muhammad haqiqatan Allohning elchisidir. Shaharimizdagi yahudiylar buni burulli degan edi. Agar shubhilanganlar bo'lsa, hozir kesib bo'ladi. Agar shubhiringlar bo'lmasa, sizlarmi men qilganni qilinglar.
Hammanglarning oldida o'zimni yakka Allohga topshiraman. Hazrati Muhammadning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik beraman. Ular bizdan, biz ulardan. Qani payg'ambarimiz va ergashuvchilarini qarindoshlarimizni ilib Madina qaytayli. Hicret yoki Madinaga 70 kishi bilan ko'chish bu dunyoni o'zgartgan bir safar bo'ldi. Kichik guruhlar bo'lib 450 kilometr cho'lni besib o'tdi. Bu safarning ta'siri shunchalik cho'nqur, shunchalik uzun bo'ldiki, musulmonlar kalendarni bu kundan boshlab sanashdi. Ana shu vaqtda islom kelgusini topgan edi. Payg'ambar alayhissalom xatarga tavakkul qilib, bütün musulmonlar Madinaga bexatar berib olguncha Makkada qoldi. Muhammed bir millat quribdi. Bir shaharga soyib bo'ldi. Tinchlik shartnomalarini tuzishdi. Va sen Ibn Salul, Madinaning xo'jdoriman deb yurgan odam, tunigun uxlab qilib, xo'jdorligini tartqizib qo'yding. O'zingning alakchiligida bo'l, Abu Sufyan. Sen bir tomchi zamzamni Shamga berib setish uchunmi uning oldi, ya'ni Madinadan o'tsan. Kelinga ip bog'lash bilan tijoratingga qo'l tiqishning nima farqi? Qanday qilishni o'ylashyapsan? Hozircha saqlayman. Qanchalik saqlaysan? Sen va butun Arabiston o'zinglarni qo'g'dash uchun uni yo'q qilganga qadar. Saqlag'ash nima qilsa? Hammasiga o'xshash da'vatini qabul qilaman. Tug'ilgandan tortib ega bo'lgan narsamni uningga tartqizib qo'yamdim. Albatta yo'q. Madina azroq o'zgarishga ehtiyojli. 200 limchi. Shundoq. Ammo foydasi bor 200 limchi. İbn Salul duasını qabul qilg'izish uchun kunda 5 qatim yuzini yegurdi, shundaqmi? Shengim kelmayotdi. Balkim biz Muhammadni tezroq o'ltiralisak, unda qilishning hojati qolmas. Shundoq, qaranglar. Muhammadni eng mukammal plan bilan o'ltiramiz. Yetti yigit tanlab chiqdik. Her biri bir cəmiyyətdən. Mening oğlum İkriməmi ularning arasida. Hammasi birlikdə kirib, onunğa neyzi sancıydı. Şəndinlar, şundaqmı? Əgər onu öldürüş məsuliyyətini bölüşsək, heç kimni ayıplamaydı. Mana bu mening planim. Qatnashadiganligimga bir nima deyolmayman. Muhammadning boliqi nurg'un narsadan ifoda beradi. Tushanchalari, so'zlari. Ammo bu eng oqilona hal qilish usuli. Hamda eng oxirgi amal.
Jiyani Ali uning o'rnida o'lishga tayyor bo'pti. Qandoq bir ishonch bu? Yiroqqa berib bo'lanmadi. Izini qo'g'lab mangamiz. Ular cho'qim qumliqqa qarab mangdi. Muhammadni tutadiganlarga yoki beshini ep keladiganlarga 100 to'ga hadiya beriladi. 3 yilisini xohlayman. Muhammad, Abu Bakr va ularga yo'l boshlab mangan yetakchi. Otlaninglar. O nima? Bular otlangan to'gilar emas. Bular xo'rmayapti. Shahardan kelibdi deganlik. Bu yerda nima ish qilyapsan? Madina shimol tarafda tursa. Bu izlarni ular qoldirdi. Men emas. Undaqda g'aribga mengibdimi? Men kasbimga pishiq. Sen havoni purab uchib o'tgan qushni mu topalaydi ekansanmish. Orqada mangayli. Mana mushu yerda ovi ustidagi o'nkirda bo'lishi mumkin. Muhammad! Agar o'zing chiqsang, seni o'ldirmaymiz. Makkaga erib ketimiz. Muhammad, chiqa! İşçide mesken. Ömüçük tortiq buzulmaptı. Bu kaptalar bunda turmay uchib ketgan bo'ladi. İzlerini qo'g'lab mangmay, sharqqa qarab mengishimiz kerak edi. Kechikmidoq, hozir yetishalaymiz. Muhammad alayhissalom bilan o'limning orasidagi orliq faqatli bir o'michik to'ri edi. U hozircha o'ltirilsa bo'lmaydigan odam edi. U yo'l boshlig'uchi Abu Bakr va payg'ambarimizni 6-oyning pishg'irim optipida odam oyiqi bosmaydigan qumliqqa yo'l boshlab, muvaffaqiyatli qumliqdan qutuldi. Madinada mu'minlar uning yo'liga qarab to'rt ko'zi bilan kutib Beshiga bir kelishmaslik gap qilishdan ansirayotgan edi. Biraz ko'rindimi? Yo'q. Hech kim ko'rinmaydi. Har doim men faqatli bir inson deydi. Hech bir inson bu issiqqa chidab bo'lmaydi. Ana o yerda. Ularni ko'rdim. Ular kelyapti.
nefes bırakmam gerekebilir. Bu muqaddas shahar Madinaga xush kelding ey Allohning elchisi. Buningdan keyin bu sening shahring. Mening uyimda qiling Allohning elchisi. Mening uyim Madinadagi eng go'zal yerda. Bu sharafni menga nail qiling. Qarindoshlar, payg'ambarimiz buncha vala taklifni qandoqmi tanlab bo'la olsin? Payg'ambarimizning to'g'isi nega cho'ksa, payg'ambarimizning uyi shu yerga silinadi. Agar qo'shilsanglar, to'gini qo'yib berayli. To'gi cho'kkan yerga Rasulullohning uyini yasayli. To'g'ri, shunda qilayli. Shundoq. Hech kim to'gidek yaxshi qaror berolmaydi emasmi? Mana mushu yerga payg'ambarimizning uyini solamiz. Bu yer bizning tunji yig'ilish makonimiz. İslamiyatdagi tunji masjid. Mana mushu yerga bino qilinadi. Muborak bo'lsin. Allah'ın peygamberi kesek toşumaslығы kerak. Bana bering. Sizge bek arg'ulliq yetib qolmasin. Berib o'ltiring. Biz qilayli.
qara, yana to'shyotidi. Ish qilishmi bir ibodatdir deydi. 53 yoshga kirib qoldi. Siz qancha yosh? Bir narsa kam. Balki mu'minlarni masjidga chaqirish uchun bir qo'ng'iroq. Qo'ng'iroqni xristianlar ishiltidi. Turbuchu. Yahudilarga o'xshash. Dumbaqchu. Do'mboq qon purab turadi. Nemishqa odam ovozini ishlatmaymiz. Umar ibn Xattabga o'xshash. Agar payg'ambarimiz ma'qul ko'rsa. Seni tanladi Bilal. Meni? Güzel bir ovozing bor. Ovuyaga chiq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Qarindoshlar. Bugun har bir madinalik bir makkilik bilan quchoqlashidi. Bir-biringlarga yaqinlashinglar. Quchoqlashinglar. Bag'riga besishib qarindosh bo'linglar. Negir qullar bilan quchoqlashishdan to'ydim. Mani o'qinglar. Payg'ambarlar o'zini o dunyoga atab demiş.
Oğlum qayerda? Sarangdak ibodat qilyotidi. İşlar yomonlashyotidi Abu Sufyan. Texmo yomonlashdan burun to'sib qilishimiz kerak. Podshohda qonun tuzyotidi. İslamiyatga bo'lgan sadoqat, jamiyat va oilaga bo'lgan sadoqatdan ulug' deydi. Nima? Har bir musulmon bir-biriga qarindosh. Gap uningda emas. Haqiqiy xatarlik bo'lg'ini. İnsoniyatning qonunini o'zgartmoqchi bo'lyotidi. Qo'shnilar hamma narsani o'rtaq bahrilanish deydi. Buningga faqat saranglar ishinidir. İslamga kirgan xristian va yahudiylarni qo'llaymiz. Xristianlar va yahudiylar barobar muomalaga sahib bo'ladi. Ay Allah texim miraslarni o'lish elaydiganmish. Endi to'gilaymak berildigan o'xshaydi. Bu saranglikni mi qildi? To'gilag ortiq yuklansa bo'lmaydi ekan. Shaharni qaytadan quryotidi. Mening shahrimni. La'nat bo'lsin. O'g'illarimizni tortib oldi. Kelgusimizni vayron qildi. Bu uning to'g'ri bo'lgan bilan bizga xato. Bo'ldi bas. Endi ushaq-tushak ishlar bilan bo'ldi qilmaymiz. Makkada qo'yib ketgan nemisi bo'lsa, hammani tortib olamiz. Uylarini sotamiz, gilamlarini, oltinlarini, hamma narsasini Sham karvoniga sotamiz. Do'stlar, so'zimni anglanglar. Makkadan xabar ep keldim. Sizlar tashlab ketgan hech nimanglar qolmabdi. Abu Bakrning do'konlari, payg'ambarimizning uyi hammasi setilibdi. Har birchini qachanglar, har bir parcha geliminglar, hamma narsanglar bozorga selinibdi. Endi hech nimanglar qolmadi. O'z meninglar uchun jang qilmamsizlar? Jangdan so'z ochgan kim o? Sening boshqa charang bormi, Hamza? Payg'ambarimiz jang qilamiz desa, jang qilamiz. Ammo hozircha tinchlikni targ'ib qiladi. Shundoq. Sizlar tinchlikni so'yar insonlar bo'lgandikan, jininglar taqalg'icha chidab turasizlar. Jo. İşanlarını davamlaştırınlar. Özümüzni qo'g'dishimiz kerak. Siz Allohning elchisi. Bizga haqorat, adolatsizlik qilyotdi. Biz bo'lsak hech nima qilmaymiz. Haqqimiz uchun urush qilishimiz kerak. Ular ochko'zlik yo'lida. Biz Allohning yo'lida. Bilaman. Siz qondan, qilishdan nafratlanasiz. Ammo biz urush qilishimiz kerak. Hamma narsamizni tortib oldi. Endi bo'lsa mollarimizni ko'zimizdan oldida Shamga ippamoqchi. Mollarimizni hujum qilib qaytirib olaylik. Kechiring, hayajonlanib qoldim. Kallamdan o'tmayotdi. O'tinib qolay. Urushaylik.
Ha? Quyoshga qaranglar-chi. Namoz vaqti bo'lmadi-ku. Payg'ambarimizga Allohdan yangi bir vahiy keldi. Jang qilinglar. Sizlar bilan jang qilganlarga sizlar Alloh yo'lida jang qilinglar. Alloh o'rinsiz ishlar uchun jang qilishni yaxshi ko'rmaydi. Sizlar bilan jang qilganlarga sizlar Alloh yo'lida jang e'lon qilinglar. Alloh o'rinsiz ishlar uchun jang qilishni yaxshi ko'rmaydi. Jang qilinglar. Sizlar bilan jang qilganlarga sizlar Alloh yo'lida jang qilinglar. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Peygamberimizden her bir Müslümanda talep kılganlarını eğitime. Ayallarga, balılarga ve yaşanğanlarga ziyan yetkizmeysile. Miyiplarını bozak kılmaysile. Yer tervatkanlarga çekilmeysile. Deraxtlarını kesmeysile. Nişanımız Bedir Kudugi. Yesirip'ten haber geldi. Koralınlar, yılınlar, teyyarlınlar. Teyyarlınlar. Muhammed Medine'den yolga çıkıptı. Çoğun karvanga hücum kılmakçı. Tez bolunlar. Neçe adam bu? 300 kişi. 2 atlık. Undaqda biz 100 atlıq əvətimiz. Neçə töge? 70. Biz 170'ni tayyorlaylı. Mening jigirimi tögemge şarap ataylı. Ziyafet kılımız. Men cengi bek amrak. Biz çokum kalbi kılımız. Sen Abu Sufyan'ın yeniği bağın. Bedir Quduq tarafki mansun. Biz qo'shinlarimiz bilan ata shu yerda uchrashayli.
Bedir quduqi bu yerda. Muhammadning odamlari bu yerda. Mening karvanim mana bu yerda. Bir kunlik yo'l. Shu yerda yo'liqishimiz mumkin. Men qabul qilolmayman. Bundaq cho'ng bir boyliqqa xatar epkilanmayman. O'tni o'chiringlar. To'gilarga mollarni yuklanglar. Biz g'arib qarab mangimiz, quduqdan yiroqlashimiz. Yiroqlashamsizlar? Bo'lmaydi. Bedir quduqiga berib oldiga chiqsak, ularni kuchli qo'g'lagandek urib qo'g'lay olamiz. Sahargacha yo'l mangsam, Muhammadning qo'shinidan xili yiroqlasha olayman. Sening sharifing qani Abu Sufyan? Sharifim? Mening sharifim ovu to'gilarning ustida. Shundoq men qochaman. Muhammed Bedir quduqlarini egallayapti. O'zini bekadin-beka o'limga tutib beryapti. Sarangliq. To'xtash. Abu Sufyan qochdi. Quduqdan yiroqlashib, g'arbga qarab mangdi. Undaqda karvan bexatar. Jang qilishimizdan hojati qolmabdi. Hojat yo'qmi? Jang qilsak bekadin o'z qarindoshlarimizdan qinini to'kamiz. Oti va o'g'ilni demakchimu sen? Sening o'g'ling Huzayfamu ular bilan birlikda. Makka sening oilangdanmi bekrak muhim? Velid sening ikkinchi ammo haqiqiy o'g'ling. Men jang qilayli deyman. Keyingi ishni vaqt kelganda o'ylashayli. O'tba hargiz qo'rqinchoq emas. Ati ularning adibini beramiz. Jang qilamiz.
İşinlar tüydü mü? Jangga tayyor bo'linglar. Hammanglar joy-joyiga borsin. Cayınlar kaydınlar. Tez bulunlar. Tez. Tez bulunlar tez. Tez. Muhammed quduqni egallabopti. Suv ichmoqchi bo'lsak, jang qilib oldi ekanmiz. Yaxshi. Undaqda jang qilamiz. Qarindoshlar, quduqni egilladik. Biz Alloh va uning rasulining nomida bu yerda turib saqlaylik. Palvallarınlarını aldığı çıkırınla. Kimsizler? Biz özümüzge okşaş, yukarı tabiqatikiler bilen vuruşimiz. Qaytib kelinglar. Karindişim Şeybe. Oğlum Velid. Ve men Ütbe. Sen chiqmagin. Ubayda, men va Ali.
Biz tang bo'ldikmi? Faqatli bir Alloh bor. Muhammad uning elchisidir. O'qiyotchilar, ilgirlanglar. O'qiyotchilar. Nishonga ol. Ot! Ot! İtala! O'qiyotchilar! O'qiyotchilar, chekilinglar! Ular qaytadan yig'ilyotdi. İlgirlanglar. Çekilinglar. Hücum! Rümeyye! Rümeyye! Bilal!
G'alaba qildik! Biz g'alaba qildik! Peygamber aleyhisselam seni körüptü. Əsirlərini bağlamısın, sörümüsün deydi. Amma ular bizni bağlagan edi. Ağamçını yaş. Ağamçını yaş dedim. Ular su be. Yemeklikini bölüşüp be. Oxşaş miqdarda bolsun. Eğer mağsa, sen o yine de bildiman. Gepimni yaxşı anlangla. 10 musulmanga o'qish yezishni o'rgatgan asir ozod qilinadi. Немишqa orqaga inib ketmadi? Meninkini xato deganliklari uchun. Men qochqinligim uchun. Badr quduqida ular bilan birga tugishim kerak edi. Ammo men karvanimizni va kelgusimizni qutqizib qoldim. Motam naqshisini bu yerda etmasin. Dadamning, qayrindishimning, tog'amning ismini atmasin. Sizlarning menga eskartishinglarning hojati bormi? Muhammad, Ali, Hamza! Öz qo'lim bilan intiqomimni olaman, Hamza. U qotil, vahshiy, qassob, u qonxo'r hayvon. Sen mening dadamni o'ltirding, Hamza. Yo'lva sovchisi. Men seni ovlayman. Arqongdan qo'g'layman. O'z qo'lim bilan tutaman. O'lib qutulolmaysan. Ko'ksingni yerib, yuragingni sug'urib olaman. Qiningni ichiman, parcha-parcha qilib etaman. Hamza! Bo'ldi qil. O'shunga kel. Bundaq ketevasi bo'lmaydi. Biz qilishga tegishli bo'lganini qilamiz. Do'stlarimiz bilan birlashimiz. Qaytida lashkar to'playmiz. Bu qitimqi urush planliq bo'ladi. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Vaba yuz berdimi nima? Nima degan jimjit? Insijinmi yo'q bir shaharga kelib qaptiq. Hamma narsa joyi-joyida. Odam xalog'inicha elib ketadigidek. Hech bir do'konchi do'koniga qarmay o'tibdi. Do'konlarni Allohga omonat edik. Nereden kelding? Yamandan. Makkadan o'tdingmi? O'ta yo'lmi edi? Savolimga texi javob bermeding. Makkada turdingmi da'vatiman? To'gilarimga yem berish uchun bir mezgil turdim. To'gilarni Makkadagi yaxshi arom oldirgudek boshqa yer yo'q tursa. Shundoq. Makka atrofidagi ahvollar qandaqroq? Sizlar uchun bek nachar. Ular to'plashyotdi. Qo'liga qilich ola olgan har bir yigit Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Bizning quvvatimiz bu yerda. Ularni sal chaqlab qolmanglar. Jasoratini urg'itish uchun Makkadagi har bir uyda muzika chelinyotdi. Avu qulga diqqat qiling. İsmim Vahşi. Hem mahir, hem qu. Yaxshi qarang. Seni azat qilaman. Eg'irliqim bilan tang kumush, bo'ynim bilan tang ipak beraman. Qildig'ining faqatla mahoratingni yana bir qatam ishlatish.
Demak, oxiri keldi. Qanchalik ekanligini birdam turib bilamiz. Nahaj cho'ng bir qo'shin, 3000 askar va yuzlarcha otliq. Badrda ularni mag'lub qildik. Ondan keyin 1 yil o'tdi. Badrdagi intiqomlarini og'ili keldi. Uyinglarga berib tayyorlaninglar. Ey Mekke askerleri! Kan qarzini kan bilan to'ligizimiz. Badr quduqidagi o'lganlarning intiqomini elish vaqti keldi. Ana av Hamza. Ko'rdingmi? Shu sening kelgusin. Ubayda. Aviyatga atliqlarni ko'rdingmi? G'alitiyada turibdi. Ular Xolidning qo'l ostidagilar. Xolid? Uning ta'rifini jiq angladim. Hamza. Nim bo'ldi? Payg'ambarimiz av atliqlarga diqqat qildimi deb so'rayotdi. Diqqat qildim. Bir xil shumliq his qilyapman. Taqqa 50 kishini o'rinlashtirdik. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u yerdan ayrilmaydi. Atliqlarni markazga yaqinlashtirmaydi. Zayd, payg'ambarimizga tayyor bo'ldik degan. Senchi qandoq bo'lar Hamza? Odam soni bizdan ko'p, ammo yanala adil bir jang bo'ladi. Biz ularni ko'rib turibmiz. Ularmo bizni ko'rib turdi. Ko'rinib turgan hech qanday narsadan qo'rqmayman. U balning nomiga hurra! Payg'ambarimiz ishorat berdi. Ondan hujum qilamiz. Hamza. Qurollarыңlarni tayyor qilinglar. Diqqat! Otlaninglar. Hujum! O'qchilar! Itinglar! Alğa! Hay! Hay!
Hamzini öldürdü. Koklab zarbi bereyli. Kaçmanglar! Arqanglar qiyininglar! Arqanglar qaytinglar! Qaçmanglar deyapman! Qaçmanglar! Davomli jang qil! Qaçma! Qaçmanglar! Qaçma! Jang qilinglar! Biz g'alaba qildik. Qaytishga boshladi. Orqadan qo'g'layli. Qaytib kel. Joyingni midirma. Buyruqimni anglanglar. Joyinglar turinglar. Qaytib kelinglar. Yomon bo'ldi. Odamlarimiz qichiq boshladi. Bu urushda yengildigan bo'ldik. Yo'q, dexe. Peygamberimiz qayerda? O'lgani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yo'q, u hayot. Davomli urushinglar. Çekininglar. Peygamberimiz yaralandı. Tak çekininglar. Çekininglar.
To'xtanglar. Çu. Yengiladigan bo'ldik deb o'ylagan edim. Bu sening zapiran Xolid. Muhammed o'lmigicha zafar hisoblanmaydi. Taqi chiqib oldi. Ammo biz maqsadimizga yetdik. Badrning intiqomini oldik. Lekin uning islomiyati tek oxirlashmadi. Uning odamlari bek sodiq. O'lim girdoviga kelibmi, yenidan ayrilmadi. Gapimni yaxshi angla Muhammad. Qonga qon, jonga jon. Badr kunining badaliga Uhud bo'ldi. Bizdan o'lganlarning badaliga sizlarning o'liklaringlar. Bizning shehidlarimiz hammasi jannatga ketdi. Sizlarning o'lganlaringlar jahannam o'tida yonadi. Ço. Hamza. Hamza. Gapimni anglayotamsan. Hozir yaningda ekanligimni bildingmi? Men Hindi. Hammasi esingda shundoqmi Hamza? Dadam va qarindishimni qantoq o'ltirganing. Mana endi sen o'lding. Qalbim qushdek iniklab qoldi. Anladingmi Hamza? Ammo mushundoqla qutulib ketamaysan. O'lim sana ozliq qiladi. Vahshiy. Uning ko'ksini och. Bo'la. Urushda mag'lub bo'ldi, ammo nima ish qilyotdi? Hech ish bo'lmagandek, ya og'diryotdi. Sarang bo'la. Qo'shilaman. Mag'lub bo'lganiga xo'shaldek ko'rindi texi. O'lishga tayyor ekan. Mag'lubiyatni Alloh badi deyishyotdi. Ular Tangris uchun elishyotdi. Ular Makkani fath qilishni xohlaydi. Xalqiniga hamon erishidi. To'gining quyruqi yagi tekkanda ondan deganlaring bo'ladi. Ularni hargiz bo'sh chaqlab qolma. Buni bilib qilish menga bakmi qimmat to'xtadi. Do'stim. Makka ular uchun nihoyat muhim. Chunki Alloh shu yerda insonlarga nido qilgan. Makka ularga nisbatan intayin muhim, to'limi suyimlik. Bu yil hashqig'il bor edi. Nima? Tex qurolsiz. Qurolsiz? Abu Sufyan ularni cho'ldala bir taraf qilib etdi. Agar bir odamning Allohga bo'lgan iymoni ularning kichilik bo'lsa, o'limdan qutulib qoladi. Ammo gapingga qo'shilaman. Ularni aniq o'ttirib etdi.
Temkin bulunlar. Aramızda qudrat qulu qilishga yo'l qo'ymanglar. Ularning maqsadi dal mushu. Allah sana hemrah bolsun. Peygamberimiz onu söydiğalla onunla bayat qilsin deydi. Av daraxtning ostida. Başqa birini əvətibdi. Suheyl. Demek kelishim uchun kelgan bo'lishi mumkin. Muhammed, urushda yengilgandan keyin Makka bilan kelishim tuzmoqchi bo'lgan eding. Sana ba'zi shartlarni qo'ygan edik. Buningga qo'shilamsan. Bu nima? Eng mehribon va shafqatli Allohning ismi bilan boshlayman. Bu shafqatli Alloh kim hamdi? Men uni tonimayman. Buni o'chirib at. Ma'nimi qabul qilmayman. Allohning elchisi Muhammad. Agar buning ishongan bo'lsam, sen bilan urushmay, boshqalarga o'xshash yoningda turgan bo'lardim. Bunda xiyas. Abdullahning o'g'li Muhammad. Amrining o'g'li Suhayl bilan kelishim tuzdi. Bunda yezilsa texmi to'g'ri bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman. Yaxshi. Mana amdi bo'ldi. Amiz kelishim tuzishdik. Davomli qash qilishinglarga yo'l qo'yamaymiz. Arqanglar yinib, uyinglar qaytinglar. Qandaqli bo'lmasin? Makka bizning uyimiz. Faqatli bu yil. Kelar yil kelib ajinglar davom qilsanglar bo'ladi. Faqat kirib chiqish uchun.
Ammo 3 kunlik qala olaysizlar. Kelishimga 10 yil sodiq bo'lamiz. Bu orliqda hech qanday bir qabila bilan urushmaysizlar. Hech qanday karvonning oldin to'simaysizlar. Biz tarafdagi hech kimga ziyonkashlik qilolmaysizlar. Albatta bu shartlar ikkili tarafga uyg'un. Agar birimizga ziyonkashlik qilsanglar, kelishim oxirlashib urush boshlanadi. Tushunishdik bo'ldimi? On yıl. 10 yıllık sulhi. Bizning bu zamanga ehtiyojimiz bor. Bu zamandan yaxshi foydalanishimiz kerak. Bu mektuplarni payg'ambarimiz yozg'izdi. Butun dunyoni islomga da'vat qildi. Bizans imperatori Heraklisga, Paris imperatori Kisraga, Iskandariya patriarxali Muqavqasga. Alloh sizlarga hamroh bo'lsin. Payg'ambarimiz islomda irqchilik yo'q deydi. Xuddi bir arab, bir ajamdan ustun bo'lmaganga o'xshash. Oq tanlikning zangidimi farqi yo'q. Hammamiz Allohning oldida barobarmiz. O'zing uchun ravo ko'rgan duoni qo'shning uchun ravo ko'rgin. Mayli qaysi dindan bo'lishini qat'iy nazar, qo'shnining ochkaligini bilib turib, kechada uxlay olgan odam hargiz mu'min bo'lolmaydi. Olimning siyosiy, shahidning qinidan muqaddasdir. O'qishni o'rgangan odam Allohning qabul qilishiga erishgan bandasidir. Shunglashqa o'qishni o'rganinglar. O'rgangandan keyin o'qitinglar. Boshqa dinning kitoblariga, xristianning Injiliga, Yahudining Tavratiga hammasiga hurmat qilishimiz kerak. Keyin o'zgartirilib o'tilgan bo'lsa-mo, yanila Allohning kitobi. Muhammed Aleyhisselam'ın insandan artıp dep oyluvasanlar bo'lmaydi. Bir kuni qarasam o'tin to'plab etibdi. Men qilay deb yeniga borgan edim. Nimishqa deb so'radi. Siz Allohning payg'ambari. O'tin to'plash sizga yarashmaydi dedim. Chiroyimga qarab etib mundaq dedi. Allah o'zini boshqalardan ustun deb o'ylaganlarni yaxshi ko'rmaydi. Ondan berib uningga qarab o'ltirdim. Birdilla qo'lda kishini tashlab, butun vujudi bilan qaddini ruslab yenib keldi. Shundoq. Men Allohning elchisi. Ammo men oxiratimning qanday bo'lganligini bilmayman. Emir, yani beni tutqul keldingmi? Yo'q. Meni qabul qilishinglarni so'rab keldim.
Guvohlik bermanki, Allah yakkiganidir. Muhammad Allah'ның peygamberi ve elçisidir. Sizlarga qarshi urush qilganim uchun tavba qilaman. İslamiyatga kirganingda burun qilgan butun ishing afv qilinadi. Kelganda mushularni taqab keptiman. Mayli qanchalik qimmati bo'lsin, hammasini ilib faqir miskinlarga taqitib beringlar. Bunimi sizga atayman. To'xta. Sening qiliching islomga qarshi eng o'tkir qilich edi. Allah bilan qasamki, bundan keyin bu qilichni Allah yo'lida ishiltiman. Allah hem ishqi qodir. O'lganlarni tirildiralganga o'xshash. Yo'qitib qo'ygan narsagimi qayta erishtiraydi. 2 yil burun kelishim tuzgan vaqtimizda mag'lub bo'ldik deb o'ylagan edim. Ammo hozir qarab beqinglar. Zafarning ustiga zafar qozonyapmiz. Nimoz. Ebu Sufyan kelyapti. Ebu Sufyan kelyapti. Nemishqa bundoq hurmatsizlik qilasizlar? Men degan Abu Sufyan. Hammanglar hurmat qilishinglar kerak. Biz tinchlik uchun kelishim imzoladik. Muhammad bilan so'zlashgili keldim. U qayerda? Payg'ambarimiz masjidda. Muhammad, kelishimni biz buzmadik. Texmo kuchga ega qilg'ili keldim. Makkaga vakil bo'lib so'z qilyapman. Muhammad, nimishga yuzimga qaramaysan? Ketma Muhammad. Kelishimni qaroqchilar buzdi. Biz emas. Qorong'u bir kecha edi. Qop-qorong'u bir kecha ishkanligiga shohidlik belgili keldim. Barra, bu sening shahring. Uzayfa, munosabatimizda o'ngshig'in. Biz degan tuqqan. Men Makkaning xo'jisi. Meni nimishqa ko'zga ilmaysizlar? Chunki qilgan va'dani buzding. Ebu Sufyanning kelib marhamat tilishini faqat o'ylab boqmabdikanman. Ishongim kelmayotidi. Men yengildim. Texi podachilik qilib yurgan birsiga. Sen podachi degan o odamning dini qor ko'shkinidek ulg'aydi. Undaqda ko'zim turlishib ko'rolmay yetibdiman.
Mekkeliklerge itip koygan. Tanrıları öldü. Allah'ını inkar kılmışsın. Tez Irak'a kaç. Bommasa her bir Müslüman seni paylap yürüydü. Kilişimni sile buzdunla. Keşkiçe sanımız 10 ming bo'ldi. Hamma qabildan kelyapti. Abu Sufyan geldi. Abu Sufyan geldi. Sen qaytib kelgandan keyin endi urush qilsak bo'ladi. Yo'llan taqaymiz. Uyimiz turib taqabul turmiz. Paydası yok. Ulanın qo'shini bag'ansir ko'payyotidi. Qo'rqinchoq. Endi uyga qaytib ket. Qo'rqinchoq. Sen degan Mekkening boshlig'i. Holing qarab boq. Ular seni ichidan tugashtirib etibdi. Dadam va qarindishim nimishqa o'ldi. Erimni urushdan qochsin debma. Endi to'sib qololmaymiz. Makka ishg'ol qilindi. Yo'q. 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 Bu kecha mush yerda chidirib qurmiz. Makkani ko'rib turibdiman. Gerçi oldi tag'lab bo'lsimi. Shunchalik jiq gulxon borki, sanab bo'lolmadim. Nima degan go'zal. Ularni qo'g'lab chiqargan vaqtimizda Makkani mo billa ib ketganligini tushunib yetolmagan edim. Yoqqan nenining furqinib turyapman. Shundoq, ularning buzib etishni o'ylamaganligini ko'rsatib beradi. Sababini bilaman. Tomlarda, ishiklarda qon izi qolmaydi. Ular bilan yana so'zlashib boqay. Meni uning yiniga ib bag'in. Shaharni bizga o'tinib beramsan. Bir parcha nonmi bermidinglar? Tushundim. Meni o'ltirishga qaror beribsizlar. Nima demoqchi bo'lsang degan? Atrofda yiqilgan gulxonlarni ko'rdim. Ularga qanchalik kuch berganligini tushundim. Sana qarshi turolmaymiz.
Agar sen qabul qilsang, Yani bu yerga kelib shart qo'ygandak jasorating bor, shundaqmi? Hech uning kim ekanligini tushunib yetemedingmi? Muhammad. Kallamda yana bir shubhi bor. Kallani kessem o shubhimi yo'q bo'ladi. Xolid, islomda majburlash yo'qdir. Ba'zilarning iymon etishiga yillar ketadi. Yani ba'zilarninkiga necha minutlik kifoya. Vaqt soatni bekitganmi Alloh. Shunlashqa shubhisiga hurmat qilgan. Sen zangi qo'l. Eng yaxshi maktab ishkansan. Men Alloh qandoq yaratgan bo'lsa, shundaq. Shundaq. Tangrilarimning foydasi bo'lgan bo'lsa, bu chaqqicha yordam qilgan bo'ladi. Hech qanday zo'rlash bo'lmasdan shahodat beramanki, Allah yakki yeganidir. Ve sen Allah'ның elçisi. Ketişim gerek. Geldi. Ulan kilovatıdı. Üç taraftan kilovatıdı. Kaçınla. 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 Ulan kilovatıdı. Kaçınla. Ulan kilovatıdı. Kirib ketinglar, tez bo'linglar.
Hech qanday bir eshik majbur ichilmaydi. Hech qanday narsaga buzg'unchilik qilinmaydi. Hech kimga ziyonkashlik qilishga bo'lmaydi. Eshikni taqib olganlar salomat qoladi. Abu Sufyonning uyiga kirib olganlar salomat qoladi. Kabaga kirib olganlar salomat qoladi. Nimel demigen bilen vədisi turupdu. İşkimizni bösüp kirmedi. U tosh yog'och bilan emas, qalbi bilan hukm suradi. Bu haqiqiy bir g'alaba. Sirtqi chiqishdan qo'rqyapman. Chiqimiz. Chiqishimiz kerak. Shunchalik xatolashdikmi? Yashash usulimiz xato edi. Joyimizga qapsilib qolgan edik. Xatolarimizdan qurboni bo'ldik. İbadet qilgan tangrilarimiz bizdanmi beter edi. Ana keldi. Hashamat holda Kabe kiryotdi. Nait asırgıcı ve köyüngücü Allah'ın isim bilen başlayman. Öz vaqtida İbrahim'e Beytullah'ның ornini tayinlab berdik. Onunğa etdik ki, bana hiç narsani şerik keltirmegin. Tavap qilguvchilarga, qiyamda turguvchilarga, ruku qilguvchilarga, sajda qilguvchilarga mening uyimni paq qilgin. Butparastlik tugdi, hammani chiqib tashlanglar.
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Peygamberimiz intiqam almadı, hem ağızmadı. Mekkeni muqaddas şehir deb e'lon qildi. Hech kim qon to'kmaydi, daraxt kesmaydi, hech qanday jonliq o'ltirilmaydi. Uzun o'tmay butun Arabiston musulmon bo'ldi. Bu faqatla yangi dinga ishongani emas, balki islomning prinsiplariga, harakatlariga, hamma narsaga ishongan edi. Payg'ambarimiz vazifasini tamomlagan edi. Endi o'limning yaqinlashganligini his qilyotdi. Hammalarni to'plab, ularga oxirgi tablig'ini qildi. Ruhni Allohga taslim qilishdan burun monolarni dedi. Ey insonlar, gapimga yaxshi quloq solinglar. Sizlar bilan ortiq billa bo'lanmaydigan bo'ldim. Aranglardagi yo'qsullarni, ochliganlarning bir qismi bilan to'yg'izinglar. Ularni o'zinglar kiyganga o'xshash kiygizinglar. Allohning huzuriga borganda savobinglarningmi, gunohinglarningmi hisobini bersizlar. Bu yerdagilar bu yerda emaslarni ogohlantirsin. Hammamiz odam otining nasllari. Eng yaxshi inson Allohga eng yaxshi hurmatini ko'rsatganidir. Deganlarimni unutmanglar. Urushmanglar. Azar berishlar yo'q bo'lsin. Shuni yaxshi bilinglarki, har bir musulmon bir-birining qarindishidir. Islomda irqchilik yo'qdir. Qarindishinglardan o'z ko'ngli bilan baginidan ortig'ini talab qilmanglar. Hech kimga zulm qilmanglar, o'zinglarga zulm qilishga yo'l qo'ymanglar. Aziz dindoshlarim, menmi bir banda. Azroil balkim Fatihanda meni ziyorat qilib kelib, meni bu fani dunyodan ib ketishi mumkin. Sizlarga bir kitob qo'yib ketaman. Alloh va Azza Jallaning menga nozil qilgan Qur'onini. Bu sizlarga yordamchi bo'lsin, sizlarga yo'l ko'rsatsin. Ondan ularga Qur'onning oxirgi so'rini takrorladi. Bular payg'ambarimizning emas, Allohning so'zlari edi. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Hazreti Muhammad alayhissalom milodiya 632-yili 63 yoshida vafot bo'ldi. Islom dunyosi buningga ishongisi kelmadi. Bundaq bir odam qandoqmi o'lsin, payg'ambarimizning eng yaqin do'sti Abu Bakr o'rnidan turib so'z qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga iymon etgan hamma odam bilib qolsinki, payg'ambarimiz o'ldi. Ammo Allohga iymon etgan hamma odam bilib qolsinki, Alloh menga o'lmaydi. Muhammad alayhissalomni masjidning yeniga dafn qildi. Ammo bu din insonlarning qalbiga singan edi. U yerdan to'rt tarafga qarab borgan sir ko'paydi. İnsanlar ta hozirgacha Makkaga top-top bo'lib berishdi. Allohning oldida barobar bo'lgan musulmonlar har yili oppoq ikramni kiyib bir yerga yig'ilishdi va qalblari bir bo'lib sajdaga bordi. Faqatla bir Alloh uchun. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح